Assalomu alaykum. Keyingi 3-darsda sizlarni ko'rib turgandan xursandman. Demak, ikkita boshlang'ich darslarimizni, vazifalarni qilib o'tibsiz. Tabriklayman. Endi esa asosiy va qiziq mavzularga kelishni boshladik. Bugungi darsimiz bu tarmoqli marketing. Ko'pchilik biladigan MLM, sityevoy yo'nalishda ishlaydi. Ya'ni biznesda bilasizlar, to'g'ridan-to'g'ri sotuv bor va tarmoqli marketing yo'nalishi bor. Oriflame tarmoqli marketing yo'nalishini tanlagan. Tarmoqli marketingni ham juda ham ko'plab usullari bor. Ko'pchilik biladigan piramida, ya'ni faqat pul tikiladigan halol hisoblanmagan usul bu Oriflame'ga tegishli emas. Bunday biznesni ajratib olishingiz uchun sizlarga kichkina belgilar beraman. Bunday biznesda faqat pul bilan olinadi. Ya'ni bepul a'zo bo'lmaysiz, a'zo bo'lish badali bo'ladi. Insonlarni a'zo qilishingiz uchun ularga pul tikishga majbur qilasiz. Oriflame'da mahsulot bo'ladi. A'zo bo'lishingiz tekin, insonlar o'ziga iste'moli uchun ham mahsulotlar olib a'zo bo'lishi mumkin. Tarmoqli marketingda asosiy bilishingiz kerak bo'lgan narsalarni o'rgatamiz. Birinchi usuli, tarmoqli marketingda siz osongina ishlashni xohlaydigan bo'lsangiz, duplikatsiya usulini bilishingiz kerak. Ya'ni siz tarmoqli marketingda jamoangizda shunday uslub yaratishingiz kerakki, buni sizdan keyin kelgan insonlar qaytara olishi, ya'ni takrorlay olishi kerak. Bu nima uchun kerak? Bu tizim sizsiz ham ishlashi uchun kerak. Siz boshida bu tizimni yaratasiz, komandangizga buni duplikatsiya qilish uchun o'rgatasiz va insonlar siz uxlayotganingizda ham, siz ishlamayotganingizda ham sizni komandangiz o'zi taklif qilgan insonlarga shu tizim orqali ishlab, komandangizda mexanizmi ishga tushadi. Natija keskin oshishi uchun kerak. Ya'ni jamoada faqat bitta o'zingiz ishlamaysiz, ko'p energiya sarflamaysiz. Boshida sarflagan energiyangiz keyinchalik insonlarda duplikatsiya usuli orqali ishlab ketadi. Mustaqil bo'lishi uchun ham kerak. Ya'ni har bir ishni o'z zimmangizdan olaversangiz, insonlar dangasalashadi. Ya'ni ular sizsiz ishlay olmaydi. Shu narsani siz yo'q qilishingiz kerak, keyinchalik mazza qilib ishlashingiz uchun. Duplikatsiyani buzadigan xatolar. Juda murakkab o'qitish. Ya'ni darslarni, tizimingizni juda qiyin uslubda endi kirib kelganlarga yetkazsangiz, ular qila olmayman, bu mutaxassis, bu albatta qila oladi, men esa bunaqa bilimga ega emasman, men bunaqa gapira olmayman, men bu narsani qila olmayman degan tushuncha bo'lmasligi kerak. Soddalashtirilgan tizim qilinishi kerak. Faqat men qilaman mentalitetini yo'qotish kerak. Ya'ni faqat men qila olaman bu ishni, bunga ishonmayman. Bunaqa narsani olib tashlab, komandangizda qiziqadigan va endi o'sib kelayotgan insonlarni ajratib, ularga vazifalarni bo'lib berib, kimni nimada ustunlik tarafi bor, kimdir rekrutlash bo'yicha, kimdir komandaga dars o'tishi bo'yicha, kimdir texnik ishlarni qilish bo'yicha ustunlik tarafi bor. Ularga mana shu vazifalarni bo'lib berib o'rgatib borsangiz, siz hamma ishni o'zingizni bo'yningizga olmaysiz va siz ham ishlash tizimini yaratasiz. Rejasi yo'q odamlar, ya'ni tarmoqli marketingga kelib, prosta tak sotib, nima qilishni bilmaydigan insonlar uzoqqa bormaydi. Bu tizimda ishlash uchun reja bo'lish kerak. Haftalik reja, misol uchun darslar o'tiladigan jadvallari. Bir haftada dushanba kuni misol uchun Oriflame imkoniyatlari, seshanba kuni rekruting usullari, mahsulot haqida darslar. Mana shunaqa rejalar bilan, komanda bilan bo'lib ishlanganda ish ancha osonlashadi va samarali bo'ladi. To'g'ri duplikatsiya usullarini endi ko'rib chiqamiz. Birinchisi oddiy skriptlar. Yangi kelgan insonlarga ishlash uchun, misol uchun odamlarni taklif qilish uchun oddiy skriptlarni tayyor qilib qo'yish va mana shu orqali insonlarni taklif qilishni o'rgatish. 3 bosqichli rekrutlash. Rekrutlashni qilish bosqichlarini o'rgatib borish. Haftalik treninglar boya aytganimdek va yangilar uchun start yo'lakchasi. Ya'ni shunday gruppa yaratasiz, u yoqda hamma yangilar ham o'z olib kelgan insonlarni qo'shadi va har kunlik siz va sizni liderlaringiz orqali har kunlik ma'lumotlar, Oriflame imkoniyatlari haqida beriladigan gruppa bo'lishi kerak. Ana o'shanda sizni qozoningiz yaxshi qaynaydi. Tarmoqli marketingda esa har bir insonni o'zini vazifasi bo'ladi, ya'ni ularning maqsadi bitta bo'ladi. Mana shu maqsad bo'ylab insonlar bir-biriga yordam bergan holatda jamoaviy ishlanadi. Bu sityevoy marketingni, tarmoqli marketingning eng kuchli tomoni hisoblanadi. Tarmoqli marketingda asosiy maqsad sotish bo'lmasligi kerak. Ya'ni siz faqat sotaman yoki insonlarga bir nimani o'tkazishim kerak,
ularni a'zo qilib, ularga zakaz urdirishim kerak degan maqsad emas, balki ularga yordam berish maqsadida ish yuritsangiz, ishingiz o'xshaydi. Sababi insonlarga daromad topishni o'rgatsangiz, go'zal bo'lishni o'rgatsangiz, salomatlikni o'rgatsangiz, motivatsiya berib, yangi hayot sifatini o'rgatadigan bo'lsangiz, sizni ishingiz ham, daromadingiz ham, komandangiz ham mana shu samimiylik, ya'ni yordam usulida o'sishni boshlaydi. Tarmoqli marketingda eng muhim bo'lgan narsa, bu birinchi o'rinda komandangizni ishlaydigan tizimi bo'lishi kerak. Siz agar lideringiz bo'lsa, lideringizdan ishlash tizimini o'rganasiz. Ikkinchisi bu barqarorlik va muntazamlik. Mana shu tizim boshida ishlamasligi mumkin yoki juda ham sekin natija berayotganday bo'lishi mumkin, lekin kichik qadamlaringiz bir kun sizni kutilmagan natijaga olib keladi. Ya'ni har kunlik qiladigan vazifangizni hech narsaga e'tibor bermasdan, hech qanday yo'qlarga, negativlarga e'tibor bermasdan muntazamlik bilan qiladigan bo'lsangiz, bir kun shu narsa sizni natijaga olib boradi. Ya'ni kichik qadam bilan to'xtab turgandan ko'ra siz maqsadga sekin bo'lsa ham yaqinlashishni boshlaysiz va shundan keyin o'sishni his qilasiz. Sizga maslahatim, bugundan boshlab mana shu tizimni yaxshilab o'rganing va shu narsani his qilgan holatda insonlarni taklif qilishni boshlang. Keyingi darslarimizda esa sotuv usullarini, sotuv sirlarini o'rganamiz.